Assalomu alaykum kuzatuvchilar, ijtimoiy tarmoq vakillari, kanalimiz a'zolari. Mana bugun biz Begum tashkil bo'lgan joyimiz, dalamiz. Hozir mana bu aka kelib qoluvdilar, Andijon viloyati Paxtachi. Asaka tumani Paxtachi nuqtai bo'ladi. Paxtachi nuqtaidan kelgan ekanlar. Ya'ni shu Begumlarimizni bizda tajriba o'rgangani kelibdilar. Hozir endi bo'lsa Mamadi kelib qoldilar ekan. Biz ham gul ekyapmiz. Xudo xohlasa mana gullarimiz, mana bunaqa chiroyli gullarimiz, xudo xohlasa bu gullarimiz, evet, do'stlarimiz kelganda bir chiroyli ochilib tursa, rayhonlarni hidi kelib tursa ekan. Bo'ladi, xudo xohlasa. Mana bu yerga o'sha archalar, bizlar qisqasi o'zimiz uchun, kayfiyat uchun. Endi Begum joylarimizni ham ko'rsatamiz bu yoqqa. Hozir do'stlar, mana o'sha bu archalarimiz, mana bu yerda kaltaroq, o'z bilasizlar, bu tarafda shifoni. Mana aka ko'rib bir boshqacha fikrlayaptilar. Mana bu yangi gul. Bunaqa nima deydi? Yillab turgan gul emas, yangiroq gul. Aka ham ko'rdilar. Ana shu gulni ham solishimizni ko'rib, 2 kun bo'lsa, yaqin aka. Yaqinroqda cho'chalarni ko'rsat. Yaqinroqlar cho'chalarni ko'rsataversan. Qumlari ana. Bu yaqinda 4 kun 5 kun bo'ldi, endi o'tyapti. Mana qumlar ham bor ekan. Mana bu tagida Begum suv qolgan. Ustiga yangi oziqa berilibdi. Yangi oziqa solingan. Kasa bu bana soatdan bir uyni ko'rdilar, beyni ko'rdilar. Endi mana turga ketganlarni nima oldingiz, ozgina bo'lsa ham bir nimadir oldingiz dedagi jarayon. Juda katta anaqa oldik, yerlardan o'rgandik mana. Ana Begumimiz vaqtida juda katta tonna Begumimiz bor ekan bu yerda. 200 tonnadan oshiqroq Begumimiz bor ekan bu yerda. Biz endi bunchalik ko'paytirolmagan edik. Endi bu oshnamizdan Alijondan o'rgangani keldik. Ana o'rgatyapti, xudo xolasa shogird bo'lib qolamiz endi Alijonga. Yana bitta soat ko'paydi. Asakani Paxtachisidan keldim men. Mana barakasini bersa aka, mana ko'rganingizda yuvish deymiz-ku, ko'pa yuvildi, yana ko'p hozir yangi mashinada ham Muravayda olib kelib, ontarib yutyapti. Lekin o'sha turish hisobiga havoda istarena bo'ladi. Kamida fontanchalarda yoqimsiz bo'lsa, fontanlarni sepib turadi. Butun tepadi, ichasiga, ildizisiga yuvildi hisob bo'ladi. O'tadi. Namli past bo'lsa, namligi me'yorlashadi va o'taveradi. Ko'p narsani o'rganib oladi. Kamini o'rgatasiz bilmaganimizga. Albatta. O'rgangan olim, o'rganmagan o'ziga zolim deydi-ku. Temperatura ilahlarimiz o'rganish jarayonini. O'ylashni ham ko'rib keldik. Uyda video chiqilmadimi? Uyda ham jarayonni ko'ribdi. Qisqasi ko'rmaguncha ko'rmaz ekan. 1 yildan beri kelaman, nasib emasdi. Mana endi bugun nasib bo'ldi. Kelib ko'rdim. Juda katta taassurotlar qoldirdi menda. Bu boshqacha asaban 200 tonnadan oshib bergan so'ragan edi hozir. 200 tonna oshdi. Uyda turibdi yana 1-200 tonna. Doim berganlar. Avvalo Xudo hammasiga. Avvalo Xudo hammasiga. Ha, agar siz bilan ishlarimizni olmas, mana Instagramga borib xonamizga ham borib aytib ko'ramiz, vaziyat o'rganamiz. Mana kamchiliklar bo'lsa aytamiz, tajribalar kelib shuni Andijonga ko'chiramiz bir anaqasini, filial qilamiz Dolada. Shu niyatda filial qilamiz Dolada. Xalqqa yetkazib beramiz Begumimiz. Mana organik o'g'itga bo'lgan munosabat borgan sari ortib boryapti, talab ortib boryapti, qiziqish katta. O'tiribdan beri 2 tonna o'g'lim dastlabkada, o'zim dastlabki aqdim. Bu şeyda maydonchada qolganlari elektron uskunalar chiqqanlar bo'lyapti. Qarab juda katta ekan. Mana qiziquvchilar kelasizlar, mana daladagi joyim, uydagi joyda bemalol ko'rib, o'rganib, tajriba orttirib kelsalar, xursand bo'lamiz. Begum sevadiganlarga Begumimiz bor, sevadiganlarga sevadiganlar bor. İnkubatsiya joylarimiz bor. Zid joydan olib borib o'rgatamiz. Kommentariyada yozaverasizlar, like bosib qo'yasizlar, telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Akaga telefon qilaverasizlar. Aka. Mana, do'st bo'ldik Alijon bilan. Kelaverasiz Begumimizga. Xudo xolasa.